Avvaliga mezbonlar nimagadir mamlakatdagi eng muhim o'yinga eng kichik stadion bor yo'g'i 12 ming tomoshabinga mo'ljallangan Al Nahyan arenasini tanlashdi. Keyin esa o'zbek muxlislari uchun chipta savdosi deyarli yopildi. Minglab yurtdoshlarimiz aeroportlarda soatlab ushlab turildi. Ayrimlar esa hech qanday asos bo'lmagan holda deportatsiya qilindi. O'yinga 2 kun qolganda esa bir qancha futbolchilarimiz doping tekshiruviga chaqirildi. Bu oddiy hol emas, bu bosim edi. Bu o'yindan chalg'itish edi. Ammo termamiz bunga tayyorligi ko'p ta'kidlandi. Ular provokatsiyalarga berilmadi. Sabr, iroda va birdamlik ustun keldi. 5-iyun kuni stadion to'lmadi, ammo stadion tashqarisida yuzlab, minglab o'zbek muxlislari yig'ildi. Orzulari to'qnashgan bu kechada hakam haqida ham gumonlar ko'p edi. Yaxshamki adolat g'alaba qildi. Hisob ochilmadi, ammo tarix yozildi. O'zbekiston ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. 34 yillik orzu nihoyat ro'yobga aylandi. Burchakka yaqin joyda va Shavonda! Biz jahon chempionatidamiz! Jahon chempionati!